Yoz boshlandi. Tabiiyki, bundan keyin suvga bo'lgan ehtiyoj ham ortib bormoqda. Ammo bularning ortida yana bir muammo ham bor. U ham bo'lsa, chekka hududlarga suvning yetib bormasligi. Buning sababi esa Siz ko'rgan ushbu kadrlar chekka hududlarga suv yetib bormasligining asosiy omillaridan. Bularning oldini olish maqsadida Sirdaryo suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati tomonidan reyd tadbirlari o'tkazib kelinmoqda. Iste'mol vaqti davrida basseyn to'ldirish, agaro sug'orish kechqurungi 12 dan ertalabki 5 gacha. Reyd o'tkazilgandan keyin xodimlar sizning eshigingizni taqillatib kelsa, tabiiyki sizga yoqmaydi. Negaki sizda sabab bor, to'lov qilib qo'ygansiz. Ammo to'lov bilan hamma ish bitmaydi. Negaki to'lov qilish bilan birgalikda suvdan oqilona foydalanishni ham bilish kerak.